Assalomu alaykum muhtaram xonimlar, zamonamizning eng faxrli kasb egalari. Не только как hamma o'ylaydi, что bu pulli narsa bo'ladi, на самом деле bu qonunli bo'ladi и biz o'ylaymiz, что hammaga yoqadi. Yana shu narsa yana qilamiz. To'g'risi bir hafta har bitta anketani tekshirgan edik. Har bitta anketani e'tibor bilan qarab Eng yaxshi